Endi bu oliy maktablarni hozir hukumat idorasi oliy maktab, shaxsiy oliy maktab va soxta oliy maktablarga bo'lamiz. Rasmiyatlari to'liq bo'lgan oliy maktablardan, hukumat e'tirof qilgan maktablardan, hukumat idorasi oliy maktablardan shaxsiy oliy maktablarni o'z ichiga oladi. Ondan soxta oliy maktablar deganimiz asosliqi shu o'qish bitirish diplomasi va unvon kinishkalarini jamiyat e'tirof qilmagan. Uning hech qanday qonuniy asosi bo'lmagan bir maktablar bor. Shu bu maktablarni soxta oliy maktablar deymiz. Ondan mana shu qo'limizga taqatgan arz to'ldirish kitoblarining ichida bor maktablarning hammasi hukumat e'tirof qilgan, hukumat ig'dorchiligidagi yoki shaxsiy ig'dorchilikdagi oliy maktablarni asos qildi. Soxta oliy maktablarni uchiruv kitobning ichida bo'lmaydi. Mana shu organ to'rining boshqa turbatlardan maktab izlash yoki bo'lmasa atrofimizdagi ma'lum bir shaxs tarafidan ma'lum bir maktablar qabul qilingan degan uchurga asosan berib tizimtish ilib borsa, soxta oliy maktablarni aldamchilikka uchrab qolishi mumkin. Arzu to'ldirish degan gap bo'linsa, biz burun arzu to'shqizgan vaqtimizda o'zimiz ham to'shqizgandik-ku. Bir odamning yetakchilik qilishi ketmaydi. Endi hozir nima uchun bu arzu to'ldirish o'rni mushta yetakchilik qilish uchun fiyon to'lab turib arzu to'shqizgan bunday ishlar bo'lib ketibdi. Bu endi men bak o'zimni qiyil ko'rsatish emas degan maqsadim-ku. Lekin mushuningga nisbatan ota-onalarning har xil tushunchalar bor ekan. Avval biz mushuni bir yesh baqaylik. Biz o'qigan mezgillarimizda oliy maktabga o'qiydigan bolalarning soni asosiyatdan to'liqsiz o'qib turib bo'lsa, o'zi kesma mahoratlar bo'yicha tarbiyalanib, ma'lum bir sohalarga chiqdi. Lekin hozir ham umumyuzlik oliy maktab intamirgan o'quvchilar soni jiq, andan mana shu davlatimizda hozir qonunliq eng oldirgan oliy maktabda kinishkilarni bergan maktabdan 3 mingdan ortiq maktab, mingdan ortiq kesib bo'lg'achqa ham intamirgan o'quvchi soni bir qadar ko'p bo'lg'achqa buni oliy maktabga o'tkazishni asosini nishon qilib qo'ysak, burun biz kesibni o'ylashmaydi. Masalan, Shinjongda shu degan bo'lsak, Shinjongda shu bo'lsak bo'ldi deb o'yladik. Lekin Shinjongda shuning ichida necha kesib bor, u kesibni o'qib turib chiqqandan keyin jamiyatda shu kesibimiz orqali xizmatga o'rlasha olamizmi deganni o'ylashmaydi. Ham u vaqtda o'qib turib chiqqan bola asos jihatdan hammasi xizmatga o'rlasha oladi. Hozir mana shu kesibni turlariga maktablarning soni bir qadar ko'p bo'lg'achqa, o'quvchilar bir qadar jiq bo'lg'achqa ixtisoslar to'yinish ahvoli yuz beradi shu hozir. Endi mana jamiyat chiqqandan keyin shu biz o'qib turib kelgan kasbimiz shu o'zimiz turayotgan rayonninki amaliy taraqqiyotiga mos keladi kelmaydi. Endi oliy maktabga bordik, 4 yil o'qiymiz, 5 yil o'qiymiz, o'qib turib kelgandan keyin endi o'zimizning rayonga initilgan bo'lib, o'zimizning kasbi, o'zimizning rayonniki taraqqiyotga moslashmaydigan holat qolsa, u bola o kasbni u yerda o'qib kelib, madrabda ishsiz bo'lib qoldi-ku. Atig'inisi masalan bizningki mana Shinjongni misolga bersak, Shinjongda masalan dengiz okeani yo'q. Dengiz okeaniga munosabatli hamda kasblarni o'qib kelib ishchilarni Shinjongga kelib men dengiz okeani xizmatini qilsam bo'ldi desa, endi biz bu sharoit moslashma degan gap bu. Xuddi bu taklimakan qumliqiga sarva yasash degandek bir tuyg'u bo'lib qoldi-ku. O'zimizningki rayoniga mos bo'lgan kasblarni asos qilib turib, keyingi taraqqiyot yo'nalishimizga asosan biz jamiyat chiqqandan keyin bunday kasblarni asos qilib turib iliklayman yoki xizmat qilaman degan bir niyatga asosan kasb maktablarni tanlab turib bormasa bo'lmaydi. Endi yana birisi o'zimizningki oila iqtisodiy ahvolini o'ylashmasa bo'lmaydi. Biz shuni astoydil o'ylash turib bormasa, ham dashat o'qidim degan bilan jamiyat chiqqandan keyin hamda shu bir kichik qimmat yaratolmay qolib qolsa, hozir mayliqi oliy maktab o'quvchisi va dars haqiqatda yaxshi bo'lgan, yangi bir qadar qurgan bolalar bor. Endi singillarimiz hozir nurg'un qanday o'ylayapti desa, dashat o'qisakmi jamiyatga chiqqandan keyin xizmat topolmayapmiz degan ong'a. Buni shu biz burun arzu to'ldirgan vaqtimizda dashatga boramiz deb arzu to'ldirib, o'zimizning kasbiniki jamiyatga yuzlanmaslikni o'ylashmaganligimiz uchun bo'layotgan hodisa. Endi buni umumiylik emas, lekin asosiy o'zimiz yoqtiradigan o'zimizniki ko'ngildagi orzu qilgan kasblar bo'yicha berib qolsak, dashatni yaxshi o'qiymiz, undan jamiyat chiqqandan keyin shu kasblarni rivojlantirib o'zimizning qadr qimmatini yorita olishimiz mumkin.